biznes qilayotgan ayollar orqasida поддержка bo'lib turadigan turmush o'rtog'i. Ishlayman. Boshida o'sha kichkina paytida amallab yurdim. Keyin kattaroq paytda mas'uliyat baribir erkakka berilganda, o'sha erkakka beriladigan mas'uliyat paytida tashlab ketmoqchi bo'ldim. Assalomu alaykum. Bugun bizning navbatdagi podkastimizda Latofat bilan blogida bo'ladigan noodatiy bo'ladi. Sababi shu O'zbekistonda ko'proq ayol muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsa, faqat erkaklar emas, hamma oyoqqa turadi, birdan orqaga qaytarishga harakat qiladi. Lekin shunaqa narsa borki, shu payg'ambarimiz davrlaridan buyon shu Alloh naqadar fazl qilgan, ayol yangilikka boshlab berar ekanda, o'zini kuchi yetmas ekan. O'zi davom etolmas ekanda, u qudrat erkakka berilgan ekanda. Shuning ayol yangilik yaratadi va albatta ikkalasi bahamjihatlikda olib keta olish va erkak inson uchun ayolini qo'llay olish bu oson ish emas-da, aynan jamiyatimizda, lekin ongli rivojlangan insonlar ko'payib borishyapti va ular qo'llab-quvvatlashda davom etishyapti. Sevara opa, avval o'zingiz tanishtirasiz, keyin asosiy qahramonimizga Sherzod akaga o'tsak bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Latofat bilan blogini kuzatuvchilari. Bugun biz bilan eng zo'r qaynoq podkastida birga bo'linglar. Mening ismim Sevara, yoshim 36 da. Buxgalteriya sohasi bilan shug'ullanamiz va 4 yildan beri shu ta'lim biznesida bir nechta filiallar bilan katta o'quv markaz tashkil qilganmiz. 3000 tadan oshiq shogirdlarni ustozi bo'laman. Sevara opa, hali yangi videoda ham gaplashamiz alohida sizni o'sha sohangiz, yo'nalishingiz bo'yicha. Bugun shu menga qiziq bo'lgan holati, Sherzod aka bilaman, albatta qiyin bo'ladi. Bu narsa, misol uchun ayolini erkaliklarini, uni yangiliklarini ko'tarish bu haqiqatda chuqur mavzuda. Lekin Sevara opam doim o'sha xonaga kirganda ham siz bizani klubda alohida mavzusizda, hammani havasi keladigan, hammaga o'rnak bo'la oladigan. Bunga qanaqa yondashasiz bu mavzuga? Qanaqa fikr bildira olasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Meni ismim Sherzod, yoshim 38 da. Buni tanlagan yo'nalishi menga yoqadi. Chunki asosan ayollar auditoriyasi bilan ishlashi, keyin uni o'zini anaqa qilishi, nimadir, o'zi rivojlanib borishi yoqadi. O'sha anaqasi, dunyoviy anaqalari, qadriyatlari ham menga to'g'ri keladi, to'g'risini aytsam. Shuning uchun buni har bir ishda podдержка qilish avvalambor men o'zim vazifamni bilaman. Bu ham oilaviy vazifa. Chunki bu rivojlansa farzandlarimga ham foydali bo'ladi. Bu juda ham muhim joyi, sababiki shu ayol energiyasi ko'p bo'ladi-yu. Farzand dunyoga keltirishga sarflaydi boshidan, farzandlar katta bo'lgandan keyin yana rivojlangisi, o'sgisi, bu hamma ayolni dardida bu. Umuman olganda Instagram uchun juda bir chuqur mavzuda bu narsa ayollar uchun. Lekin shu ayol rivojlanishi boshlaganidan boshlanadi, mavzu chuqurlashib ketib qoladi-da. Men tushunaman, sizlarda ham bo'ladi bu narsa, lekin buni har bir insonda bo'ladi bu bunt, bu ko'tarilish. Shu vaziyatda qanaqa hal qilinadi? Misol uchun erkak bilan ayol rivojlanmoqchi bo'lsa, oxirida qanaqa yechimga kelib olasizlar? Baribir mana natija bo'layapti-ku, faoliyatingizda yordam olyapsiz. Qanaqa hal qila olasizlar buni? Tutib gapirmasiz uzoqroqmizda. Bizda ko'proq rivojlanishga qarab yurgan sari, biz realniy kasbda, endi harbiy bo'lganlarda, realniy kasbda ishlaganlar ko'pda nima desam bo'ladi, bularga erish tuyulardi, endi qiziq tuyulardi, chunki
ko'p narsalarni mana misol uchun ayol emotsiyaga berilib gapiradi-ku, bunaqa bo'lsa bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'lsa mana bunaqa bo'ladi desam, sani realniyroq qarashga bular yordam berganlar. Chunki mana hisob-kitoblari bor, boshqasi bor. Boshida tushuntira olmasdim, ozgina jahlarimni chiqarib qo'yardim, lekin orqa tarafida nimalar bo'lishini har doim bularni ko'zlari bilan ko'rganman. Ya'ni bular ko'rsatib berganlar. Bu hisob-kitob mana bunaqa bo'ladi, mana bundan olish kerak. Даже kichkina detallari bor, o'shalarigacha ahamiyat berishni men bulardan o'rganganman. Har doim. Qarang, to'g'ri, bizda ham janjallar, misol uchun konfliktlar bo'lgan. Tabiiy holat. Tabiiy holat, baribir, chunki oddiy hayotda ham bo'ladigan narsa-da, bu biznesda ham har doim shunaqa bo'ladi. Lekin Allohga ham alhamdulillah deyman, biz yarim kun ham janjallashib yura olmaymiz-da. Bitta bunt ko'tariladi, bir pas jim bo'lamiz, keyin shundan keyin yana kelishib, o'sha kelgan joydan davom ettirib ketaveramiz har doim. Hozir endi bularni umumiy ishlariga kelamiz. Undan oldin men shu jumlani aytmoqchimanki, demak sizlarning holatlaringizdan ham kelib chiqib, ayol kishi rivojlanmoqchi, yangilik yaratmoqchi bo'lsa, albatta miyasiga singdirishi shart emas. Demayman, shu rivojlanishim uchun, jamiyatga foydam qo'shishim, o'zimni namoyon qilishim uchun ajrashib ketishim yoki qanaqadir holatlar shart emas. Demakki, boshida janjal bo'ladi, nimadir bo'ladi, yechimga kelish mumkin. Endi shu umumiy faoliyatlaringiz haqida qanaqa qilib, masalan, sizni hali alohida gaplashamiz uni. Undan tashqari qanday xizmat turini taklif qila olamiz hozir auditoriyaga? Umumlashgan holatda qanaqa faoliyat yurgizyapsizlar hozir? Bizda asosiy hozirgi birgalikda qilayotgan faoliyat turimiz bu ta'lim, ya'ni o'quv markaz. Hozir o'quv markazimizning 3 ta filiali bor. Kelesdagi filiali bor, keyin Toshkent shahridagi filiali bor va Yangiyo'l tumanidagi filiallarimiz bor. Ularda 10 dan oshiq yo'nalishlar bo'yicha o'quvchilar ta'lim olishadi. Lekin bizda asosiy hisob-kitob, asosiy boshqaruv, xodimlarni boshqaruv hammasi turmush o'rtog'im qo'llarida. Ya'ni ular mana jiddiy kasbdan chiqqanlari uchun dokumentatsiya chastini, keyin bu xodimlarni boshqaruv chastini juda chiroyli olib yuribdilar, juda chiroyli olib bora oladilar. Baribir men hamma narsada emotsiyaga berilaman-da, ayol kishiman chunki. Emotsiyaga berilaman. Misol uchun pullar ozgina kechikib keladigan bo'lsa yoki-da nimalardir bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsalarda. Lekin bular realniy qarab turib, ya'ni birinchi bo'lib mana o'zim 2022-yilda boshlagan paytimda bittagina filial bo'lgan. 2025-yilgacha xo'jayinimlar kelib qo'shilganlarda keyin filiallarimiz ikkitaga ko'paydi. Ya'ni Alloh tarafdan aytilgan o'sha baraka ham keldi, erkakning qo'lidagi va ishimiz ham kelayotgan pullar ham bir necha baravarga o'sdi-da. Hozir aynan Sevara opa, mana shu sizlarning ishlaringizda insonlarni sizlarga nisbatan, biz mana mijoz sifatida gapiraman-da, ishonch ortib boryapti-da, ortib boryapti va lekin yanada bu yerda o'z maqsadimiz ham shuda, yanada yangi katta auditoriyaga chiqishda. Sherzod aka, mana shu faoliyat haqida baribir erkak kishilar ko'proq erkaklarga murojaat qiladi-ku, shu ish qanaqa yuryapti? Menimcha, meni beradigan savolimdan ko'ra ham o'zingiz jumlani juda to'g'ri davom ettira olasiz. Auditoriya bo'yicha, misol uchun ayollar bo'lsa, основной ayollarda Sevara o'zi gaplashadi, qizlarim bor, ayollarning auditoriyasida. Основной men o'sha erkaklarni, misol o'qishga keladiganlari bor, erkak kishilar, o'g'il bolalar. O'shalar bilan основной o'zim muomala qilaman. Agar endi sharoitdan kelib chiqib, vaqt bo'lmay qolsa, yo buni ish ko'payib ketsa, boshqa qilsa, ayollar bilan ham anaqa qilib, o'sha aloqaga chiqib o'zim gaplashaveraman. Lekin asosan shunaqa ayollarga bu o'zi anaqa qiladi. Men erkaklar bilan o'zim anaqa gaplashib, tushuntirib, ana yo'l yo'riq ko'rsataveraman. Hozir mijozlarga qanaqa aytmoqchi bo'lganim, kengroq yoritib beradigan bo'lsangiz, mana qaysi tomonidan yo'nalyapsiz va o'sha gap ayturing, o'qish qanaqa faoliyatda o'qitilyapti ularni, qanaqa natijalarga chiqishyapti va keyin ish bilan ta'minlash masalasida tavsiya berish masalalari qanaqa? O'shani bemalol kengaytirib gapirsangiz bo'ladi. O'zi bizani faoliyatimiz o'shani bandlik bilan kelishgan holda fuqaro, past qatlamdagi fuqarolarni o'qitish, kasbga yo'naltirish bilan shug'ullanamiz. Asosiy anaqamiz o'sha voucher asosida deydi, hozir anaqasi bo'yicha voucher asosida o'qiydi. Ularni o'qishga kelganda ularni bilan dokumentatsiyasi bor ishlaydigan o'zi.
hujjatlari bor, ularning Face ID anaqa dokumentatsiyasi borda o'qish boshlanguncha, o'qish davomida yana dalshi davom etadi u dokumentatsiyalar, davomat deydi o'sha narsalari. Bitirgandan keyin yana uni sertifikatlash, imtihon qilish degan narsalari bor. O'sha imtihon o'tgandan keyin sertifikatlanadi. O'sha dokumentatsiyalar hammasini men o'zim nazorat qilaman. Chunki har bitta guruhga o'zini har kuni keladigan darsi davomati bor. O'quvchi siz misol uchun u yoqda voucher olganda bandlikdan keyin bu yoqqa keladi o'qishga. Uni dokumentsini kirgizish bor, ro'yxatga olish bor. O'sha hamma narsasini u yog'ini o'zim qilaman-da dokumentatsiyasini. Menga qiziq bo'ldida, mana shu imkoniyat hozir faqat shu bitta shu yoqda berilgan ekanda, sizlarga mana shu kecha Durdonaning aytishlari bo'yicha qanaqa bo'ldi buni qo'lga kiritish, chunki butun davlatni ishonchini qo'lga kiritish, hozir shuni yo'nalishini aytib bering-da, qanaqa nomi? O'zi qarang, bu sohaga kirib kelishda hamchi baribir men bu nima desam bo'ladi, izlanish bo'lgan. Demak, o'quv markazi ochib, o'qitish taklif qilishgan paytligida menga reklama kerak bo'lganda, reklama yaxshi rivojlanmagan, shunda aytganmanki, o'zim ham shu yo'nalishda kompyuterga o'qib ko'rganman-da, keyin aytganman, qani men o'zim ham borib taklif qilib ko'raman deganman. Ya'ni bandlikka, shu o'quv markazimiz ochildi, biz bilan ham hamkorlikda ishlashligi mumkinligini taklif qilib ko'raman deganman. Men o'zim nimani xohlaganman boshida sarafanli marketing bo'lib, ya'ni insonlar mana kirib chiqayotganini, ta'lim olayotganini, ular natijaga erishayotganini ko'radigan bo'lsa, bizga ishonch ko'tarilishini xohlaganman shu orqali. Chunki ularda baza bor, o'quvchilar yetarli, shu orqali boshlanib ketgan. Lekin bunaqa katta ob'yomga chiqib ketamiz, katta pullarga o'tib ketamiz deb o'ylamayman. Ya'ni kichkina bitta xonadan boshlangan o'quv markazi bu. Hozirgidek mana filiallar yana filiallar ochishda davom etamiz baribir. Qarang, bunda nima bo'ladi? O'zi prezidentimizning qarorlari bor. Prezidentimizning qarorlari bilan birga o'sha kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi bor. Shular bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha, ya'ni ular analiz qilib chiqishadi o'quv markazlarini. Hammani ham olishmaydi bunga. Shu bo'yicha ishlab kelyapmiz. Hozir endi biz eski o'quv markazlaridamiz deymiz. Chunki biz 22-yil boshlaganmiz. Ya'ni 4 yillik bizda tipa stajimiz bor. Ya'ni o'qitish bo'yicha, dokumentlar bo'yicha, keyin yo'naltirishlar bo'yicha va qo'shimcha o'sha atrofda ham nima desam bo'ladi, ob'yomimiz katta. Demak, hamma atrofdagilar o'zi bilishadi, qaysi o'quv markaziga borligini. Ya'ni urovimizni ko'tarib olganmiz demoqchiman shunaqa. Endi hammani ham olmasligi nimadan bilasizmi, o'sha o'zini qo'ygan misolchi standartlari bor, talablari bor. Keyin har bitta o'qib ketayotgan o'quvchini ham misolchi o'zini band qilishi yoki ishga joylashishiga ham qaysidir tarzda biz yordam berishimiz kerak bo'ladi. Shu joylarni qilib aytaman, men bu yillar sayin men ishlaganingiz sayin men anaqangiz oshadi-ku, nima edi? Tajribangiz oshganidan keyin o'zi tajribalilar bilan hammani ham o'zingiz ishonchga aylanasiz-da. Xuddi shunaqa tartibda aytaman-ku. Ha, shunaqa kichkina o'quv markaz qilib shunchaki olgan bilimlarimni atrofdagilarga beraman deganda, shunaqa katta biznes yaralib ketdi. Endi bu biznesni davom ettiradigan joyga xuddi o'sha boshida aytganingizdek, ayol kishiman. Boshida o'sha kichkina paytida amallab yurdim. Keyin kattaroq paytda mas'uliyat baribir erkakka berilganda, o'sha erkakka beriladigan mas'uliyat paytida tashab ketmoqchi bo'ldim. Bo'ldi, men charchab ketdim, bu narsalarni qila olmayman. Bu yoqqa yugur, bu yoqqa yugur aytayotgan mana dokumentatsiyalar hammasiga bitta o'zim ulgura olmayapman, xodimlarni boshqarishni bilmayapman degan paytimda, yo'q, nega shu darajaga olib kelganingdan keyin buni to'xtatmaymiz, buni yana ham kattaroq darajalarga olib chiqish kerak deb bular podдержка berganlar. Agar turmush o'rtog'imdan podдержка bo'lmaganda qo'ysangchi, ko'p joylarda ko'raman, ayollarga qo'ysangchi, eplolmayapsanmi, to'xtat. Nima kerak bor? Tinch o'tir. Shunaqa. Xuddi shu narsa bo'lmasdan aytaman, kichkina detallargacha qo'llab-quvvatlaganlari uchun menimcha bu biznes hozir zo'r. Agarda bunaqa narsa bo'lmaganda men tashlab ketgan bo'lardim. 24-yilning o'zida tashlab ketgan bo'lardim. Aytaman, oxirgacha shu podдержка qilib shu darajaga olib kelishdi, bularning hissalari ko'proq deb o'ylayman. Shahzod aka, hozir bu ko'pchilik qiziqtiryapti-da. O'zimiz ham o'sha Durdona bilan sotuv bo'limida bo'lganimizda ayollarning ko'p savollariga sabab bo'lyapti-da. Nima taxlash kerak? Nima hujjatlar kerak bo'ladi? O'sha oilaviy holat qanaqa bo'lishi kerak bo'ladi? Aynan mana shu davlat tomonidan bepul SMMga o'qitib berish uchun nima qilingan, tayyorlangan kursga
Hozirgi paytda shu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Kambag'allik qisqartirish vazirligining buyruq farmoyishlari bor. Asosan mahallalarda o'sha ishsiz yurgan fuqarolar Ahamiyat qiling. o'sha tumanni Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining bo'limlari bor. Bandlik bo'limlari yoki o'sha har bitta mahalla idorasida hokim yordamchilari bor biriktirilgan o'sha mahallaga. O'shalardan chiqib misol uchun ariza yozib ularga mana shunaqa o'qimoqchiman degan ariza yozishadi. Keyin ular tomonidan vaucher chiqarib beriladi bularga. O'sha vaucher bilan shu bizani o'qishga kelishsa bo'ladi. Respublikani xohlagan hududdan kelib o'qisa bo'ladi. Xohlagan joydan olib vaucherni xohlagan joydan olib bizga olib kelib o'qisa bo'ladi. Bu rayon yoki viloyat, tuman aniq ajralmaydi. Hammasi bitta o'qilaveradi u. O'sha bandlikdan vaucher olishadi, kelishadi, vaucherni ro'yxatga qo'yishadi va o'sha guruhlarimiz to'lishi bilan o'sha guruhga qo'shilib o'qishadi. Shu o'qish tartibi. U bepul asosan o'quvchidan biz bir so'm pul olmaymiz. Bularga shartnoma anaqasini o'qish xarajatlarini shartnoma asosida bizga o'sha bandlik vazirligi to'lab beradi. O'quvchilar uchun bepul. Da zo'r. Mana o'zim ham sizlar bilan gaplashib ko'rganimdan keyin yana ham dunyoqarashim, anglashim o'zimda ancha o'sganini tushundimki, demakki ayol o'sha oiladan ayol kishiga bo'ladimi, erkak kishiga bo'ladimi, qanaqadir g'oya keldimi, u ikkalasiniki bo'lishi mumkin. Lekin qaysidir biriga kelib qolgan bo'lishi mumkin bu narsa. Sababi ayollar ko'proq eshitadi-yu, xayollarida erkaklar o'sha aniq konkret fikrlagani uchun ular o'ylab o'tirgandan ko'ra bir ishni qilib kelgani ularga osonroqda. Demakki, ayol kishi ham shu faoliyat boshladimi, turmush o'rtog'i gapirishi bilan, voy, ajrashib ketaman, yo'q bo'lib ketamandan boshlash emas, ozroq quloq solib. Ha, to'g'ri, bu erkak kishi siz hozir shu etaplardan o'tib kelyapsiz-da, shuncha ish qilib yubordingizlar, demak, kimdir baribir siz ko'tarilgan paytingizda bular past keladilar, siz bular baland kelganda siz past kelasiz. Demakki, bahamjihatlikda oila borda, faqat man degan joyda oila yo'qda. Bu juda ham muhim joyi. Havas qildim sizlarga. Shunaqa davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatdan foydalanib, bepul SMM kurslarida o'qish niyatingiz bo'lsa, albatta Sevara opamga, Sherzod akaga murojaat qilishingiz mumkin. Video tagida ma'lumotlar, telefon raqamlarini qoldiramiz. Albatta murojaat qilinglar.